Assalomu alaykum. Savdo.uz kanali obunachilari. Bugun Skillmax motosalonimizda yangiliklarimiz bor. Narxlari bo'yicha ham yangilik qilganmiz. Yana ham qulaylik imkoniyatlar yaratganmiz. Yangi tovarlarimiz kelgan. Obzor qilib, chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Hamma turlari bor. Motorollarimiz, skuterlarimiz, tomli skuter, undan tashqari elektromobillar bor, minikar, undan tashqari to'rt ballonli elektro lavolarimiz ham bor. Bitta obzor qilib boshlab ketaveramiz. Lavolarimiz kelgan. Yangi model bo'lib chiqqan. Bitta salonlarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana salonlari, sidinkalari 2 kishi bemalol sig'adi. Avtomat korobka bo'ladi, zadniy kameralari bor, lyuklari bor. Tormozlari jidkisli, to'rala balloni ham jidkisli ishlaydi. Hop. Ma'lumoti bitta zaryadda 60-70 km yuraveradi. 8 kilo 1 tonnaga yuk ko'taraveradi. Motorlari 2000 vattli bo'ladi, akkumulyatorlari 6 ta 76 amperli. Hop, narxini $2000 dan qilib beryapmiz. $2000. Dastavkasi ichida alohida shuni ham aytib qo'ying. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida vodiy bo'ylabmi yo butun O'zbekiston bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Ichida. Qolgani kelishiladi. O'zlari uyda turib zakaz qilishlar ham bo'laveradi. Ko'rsatib, video qilib tashlab beramiz. Ma'qul desa, olib borib ko'rsatamiz. Ma'qul kelsa pulini berib olib qolishaveradi. Uydan sanab berishaveradi. Uydan sanab berishaveradi. Yaxshi. Demak $2000. $2000 dan qilib beryapmiz bu modelni. Tushunarli. Keyin kattaroq modeli ham bor. Qaysi biri? Mana bulari qorasimi? Bu kabinkasi kattaroq bo'ladi. O'zi dugalarining ham farqi bor. Tumankalar qo'shilgan bo'ladi. Faralari kattaroq. Tepada ham tumankalari bor. Tomda bagajlari bor. Bu modelimizni keyin mana bitta farqini ko'rsatib ketaylik. Borti balandroq bo'ladi, yukxona bor. Bunga qaraganda. Tuyagalari bor. Qo'shimcha bularda ham tuyaga bor, lekin borti oddiy standart razmerda. Qo'shimcha zapaska ballonlari ham bor. Zapaska o'zini joyiga o'rnatilgan zapaska ballonlari. Hop, borti chuqurdan deymiz. Borti chuqurdan, salonni ham ko'rsatib qo'yamiz. Salonlari juda ham chiroyli. Obshivkalar bo'lgan, lyuk bor, signalizatsiya. Hop. Mana bu tomondan yumshoq sidenalari. Mayl aylanib o'taman, arkasini ham ko'rsatib qo'yaman. Arqa stop chiroqlari. Salonlarni ham ko'rsatib qo'ying. Buni saloni ham kattaroq bo'ladi, 2 kishi bemalol sig'adi. Bundan tashqari tablolari ham kattaroq, ham multimedia sistemalari bor, video, klip ham ko'rib kelsa bo'laveradi, fleshka orqali. Yaxshi, yomon emas. Mana bekitinchi. Hop. Narxiga kelsak, bek. Bu modelimizning narxi $2200 dan. Bu ham xuddi shunaqa vodiy bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Qolgan joylariga kelishilgan holatda bo'ladi. Tushunarli. Demak, $2200, $2000. $2000. Bu bilan buni adashtirishmasin. Yo'q, adashtirishmasin. To'g'rimi? Bu katta, ham keng, ham uzun, ham borti chuqurdan ekan. Borti chuqur. Yaxshi, davom etamiz. Bu modelimiz ham shundan-da. Rangi boshqa. Mini karimiz. Hop. Bu ham juda ko'pchilik so'rayapti. Bu modelimizni ham birinchi narxidan boshlab ketaylik. Narxini $2000 qilib qo'ydik hozir. $2000 skidkada. Endi dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Joyimizga qarab turib, chunki o'zi skidkada turibdi. Buni 100% ichida qilib bera olmaymiz dastavkasini. Akkumulyatorlari bularnikidan 6 talik bo'ladi, 70 amperli bo'ladi. Bitta zaryadida o'rtacha 70 kilometrgacha yurib beraveradi. Yaxshi. Bu modelimizni ham 4 kishi bemalol ketaveradi. Mana 2 kishi oldida sidinkalar regrovka bo'ladi, yotib turib, tablolari elektronniy, zadniy kameralari bor. Arqa tomonda ham bemalol 2 kishi ketaveradi. Ham keng bo'ladi. Yaxshi. Saka diskali deymiz. Saka diskali ballonlari 10 razmerli. Orqa tarafdan ko'rsatib qo'yamiz mana. Hop, narxlarni aytib qo'yaylik. Narxini $2000 dan skidkada turibdi. $2000 dan qilib beryapmiz. $2000. $2000. Dastavkasi vodiy bo'ylab sizdan. Yo'q, bu kelishilgan holat. Demak, kelishilgan turibdi. Chunki bundan oldin 2200 sotganmizda, hozir skidkaga tushirib qo'yganmiz. Kelishilgan holatda qilib beramiz dastavkasini ham bilan. Kelishilgan holatda bo'ladi. Bu tomonimiz motorollarimiz, ichkarida bor, bo'lmasa ichkariga kirib, ichkaridan ham bitta ko'rsatib beramiz. Tushunarli. Hurmatli 3 kishilik tomlik, zavodskiy tomli bo'ladi. Yonida tentlari bor bu modellarimizda. Hop. 28 modelimiz, bemalol telefon qilib 28 modelni so'rasa, to'liq ma'lumotini beramiz yana. Akkumulyatorlari 32 amperli bo'ladi. 5 ta bo'ladi. Motorlari 800 vattli bo'ladi bu modelimiz. Narxini $850 dastavka ichida qilib yetkazib beramiz. $850 dan narxi. Kelishiladigan joyi ham bor. Bemalol aloqaga so'ra. Mana akkumulyatorlari qo'yilmagan holatda bo'ladi. Mana Chiwi zavodniki bo'ladi. 32 amperlik yangi akkumulyator hammasi kelishsa ko'zlarining oldida o'zlariga ochib ko'rsatib ham qo'yib berilaveradi.
Yo bo'lmasa olib borganda ham qo'yib berilaveradi zakaz qilishsa. Bu modelimiz. Bu ranglari? Ha, ranglari qorasi, maloshniy esa oq rangi ham bor. Hozir bu yerda tugab qoldi, skilatimizda bor oq rangi ham. Hop, endi baland kattasidan ekan. X9 modelimiz bu sal kattarog'i. O'zi navorlari ham ko'proq bo'ladi. Tomida bagajlari bor, yana narsa yuklab ketsa bo'ladi, 50 kilo, 80 kilogacha. Tumankalari bor. Keyin tormozlari jidkis tormoz bo'ladi, oldilari ham. Aha. Diskiy tormozda bo'ladi. Keyin kengroq ham 2 kishi bemalol o'tiradi bunga orqa tomoniga. Keyin o'zida qo'shimcha zapaska balonlari ham bor. Orqasida qo'yilgan o'ziga. Bu modelimizning narxi $950 dan qilib beryapmiz. $950 dan. $950 dan. Bu ham xuddi shunaqa yetkazib berish xizmati ichida bo'ladi. Akkumulyatorlari yangi. Bu modelimizniki ham 32 lik 5 ta akkumulyator bo'ladi. Tezlik standart. Tezligi hammasi shunaqa 40-45 yuradi. Tushunarli. Zaryadi ham 50-60 km yetib beradi. Gacha. Ha, yaxshi. Keyin bular o'zi modelimiz. Qimmatroq variantlari mana. Chopchib ko'rsatamiz. Ko'rsating. Bu modellarimiz orqalari temirli, korpuslari temirli bo'ladi. O'zida yonida zavodskiy tentlari bo'ladi. Bir kishi oldiga, ikki kishi orqaga bemalol o'tirib ketaveradi. Ichlari ham afshifkali bo'ladi. Ko'rishlari mumkin. Polna obshivka, Zadniy kameralari ularda ham bo'ladi. Qo'lda tormozlari ham bor. Akkumulyatorlari 32 amperlik 6 ta bo'ladi bu modelimizda. Aha. Buni kilometri ham ko'proq 70-80 kilometrgacha yurib beradi. Narxi $950 dan qilib beryapmiz. Dastlabki xizmatlari ham bor. $950 dan. $950. Bu ham shundanmi? Bu ham shu modelimiz shundan, ha. Shuna. Faqat bunda bu sal kattaroq, eniga kengroq bo'ladi, lekin bunda tenti yo'q. Zavodskiy tenti chiqmagan. O'shaning uchun ham narxi arzonroq. $930 buniki. $930. Ha. Ular 950 bo'lsa, bu 930. Lekin funksiyalari bir xil. Funksiyalari bir xil. Kameralari bor, korpuslari temirli bo'ladi, ichlari afshifkali, orqalari yopiq. Faqat tenti yo'q, o'shaning uchun $20 arzon bo'ladi. Tushunarli. Tentli variantimiz bu shu kattadan. Tentli varianti bo'ladi. Hozir qo'yilgan o'ziga. Bu zavod tomonidan ishlab chiqarilgan tent. Zavoddan o'zlari qo'lbala yasagan emas, ha? Yo'q, yo'q. Ular o'zini Tushunarli bo'ladi. Ikki sharqada oldi kengroq bo'ladi, sidinkalari ham. Bu modelimiz kattaroq, ancha gabarit. Obshivkasi bor, ha? Obshivkalik, orqalari yopiq. Aha. Bu modelimiz $1000 dan. Bu ham xuddi shunaqa vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari ham bor. Akkumulyatorlari 6 ta 32 amperli bo'ladi. Xo'p. Tormozlari jidkis tormoz, oldi tormozlari ham. Saka diskali endi bular. Saka diskali bo'ladi. Tushunarli. $1000 dan? $1000 dan qilib beramiz. Kabinetiga bormi yo kelishiladimi? Kami bor, kelishtirib beramiz. Men qolgani telefonda yo telegramda orqali bemalol gaplashsa bo'laveradi. Zakaz qilsa olib borib beramiz, narxini ham kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Tushunarli. Keyin shu videoning o'rtasida nasiya savdolar bormi yo'qmi? Shulardan aytib qo'yaylik. Yo'q, bizda nasiya savdo yo'q, kreditka yo'q. Faqat naqd pulga savdo qilamiz. Ha. Naqdga arzon qilib chiroyli qilib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Aloqaga chiqishaveradi. Tushunarli. Bu ham shu modelimiz bilan bir xil. Aha. Hop, motorlarimizni ko'rsataylik. Qaysi birlari? Pol kabinalarmi yo ochiqlarmi? Pol kabinkaliklar, ochiqlar hammasida yangi tovarlar ham kelgan. Kabinkali motorlarimiz ham bor. Hop. Motorimiz hop, ochiqlardan ko'rsatamiz. Mayli. Bu yerda ikki xil modeli bor, 6 ta faraligi, keyin 4 ta faralisi bor. Aha. Bular hammasi Skillmax zavodniki. Bu modelimizning narxi 1150. Bunisiniki $1100 qilib beryapmiz. Farasida farqi bor, dugasida farqi bor. Ikki xil model. Akkumulyatorlari 68 lik bo'ladi. Bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mayli. 1 tonnali deymiz-a bularni? 1 tonnali bo'ladi bular. Aha. Hop. Bularda akkumulyatori 6 ta 68 lik original zavodskiy akkumulyator bo'ladi. Mana. Ramalari ikkitalik, boshidan oxirigacha ikkita bo'ladi. 4 ta resor, amortizator, qo'shimcha prujinalarigacha bor. Zapaska balonlari ham bor, o'zida zavodskiy joyiga qotgan bo'ladi. Akkumulyatori mana 68 lik, 3 ta bag'da qo'yilgan 6 ta akkumulyator. Ularga garantiya beriladi. Akkumulyatorlariga ham 1 oyga garantiya beriladi. Minib tekshirib ko'rishaveradi bemalol. Bular hammasi zavodskiy material. O'zida zavodskiy baloniga joyiga ham qotadi. Ko'p materialni o'zi e'tibor bersa, hali zavodskiy balon tagiga qotirilmaydi, alohida beriladi. Aha. Chunki zavod tomonidan chiqmagan bular. Bular zavodskiy. Yana shuni ham ko'rsatib ketaylik ekan. Miya motori eng muhim joyi o'zi materiallarda 1800 vatlik bo'ladi. Bundan tashqari o'zi mana Skillmax zavodniki miya motorlari, yana Skillmax degan pechatlarigacha bor. Yaxshi. Garantiyalar beriladi. Oluvchi odam garantiyani olib ketadi. Ha, garantiyalar beriladi.
Bu modelimiz shu 1150. Buni ham vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor, yetkazib beramiz. Bu modelimiz xuddi shu bir xil bo'ladi, faqat oldi ixchamroq deganlarga 4 ta farali bo'ladi, ham $50 arzon bo'ladi. Bu modelimiz ham xuddi shunaqa dastlabki xizmatlari bor. Demak, oldida qanday farqi bor ekan mana shu Oldi dugasida farqi bor. Shunda $50 farq qilyaptimi? $50 farqi bor, ha. Tushunarli. Ki shu modellarimizni shu firmaniki Skillmax zavodniki bu ham bu заводской polukabinkalisi. Xo'p. Mana buni ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Keyin buni ham farqi bor. Ko'pchilik adashtirib qo'yishyapti. Nimaga bu motorlar sal qimmatroq boshqa motorlarga nisbatan Bu ancha katta ekanda bu. Ko'p klientlarimiz $50 yoki $100 farqi bor ekan deyishyapti. O'sha farqini tushuntirib ketamiz. Mayli. Bu Skillmax motorimizda заводской tom bo'ladi. Undan tashqari mana qotgan joylarini ko'rsa, o'zini dugasi o'zida zavod tomonidan qo'yilgan bo'ladi. Bundan tashqari oldi oyna artediganlar, divoniylari ham bo'ladi. Shu narsani bitta ko'rsatib qo'yaylik aka. Oldin yoqsiz. Oyna artedigan knopkasi заводской o'ziga qotgan bo'ladi. Ko'p motorlarda tom qo'yiladi и motorchini o'zida bo'ladi knopkasi. Shunga e'tibor berishadi. Keyin bu motorlarda заводскойlarda mana ko'rsatib qo'yaman. Tayini bemalol otsa bo'ladi. Arqa bortni ko'tarib turib tayini ko'rsa bo'ladi. 3 ta listli ekan bu. Ha. Ramalar 3 tali bo'ladi. 3 ta ramali ekan. Mana bu ham xuddi shuna original 68 miya motorlari, original 1.8lik. Shu boshqa joydan olishganda ham shu farqiga e'tibor beradi. Заводской tom o'zi har doim turadi. Bu hech qachon tomga arqa bortga qotirilmagan. Bizda qo'yilganda bu narsa qotiriladi. O'shanga e'tibor berishadi. O'shaning uchun narxi bu motorimiz sal qimmatroq bo'ladi oddiy motorlarga nisbatan, qo'yilgan motorlarga nisbatan. Demak, qancha ekan narxi? $1200 dan qilib beramiz bu modelimizni. $1200 dan kelishgan joyi bormi, yo'qmi? Telefon qilsa kelishtirib beramiz. Shu Savdo.uz kanalidan telefon qilyapmiz deyishsa, kelishtirib dastlabki xizmatlarni ichida qilib beramiz. Bo'ldi. Mana boshqa yetkazib beriladi. Tushunarli. Ixchamroq, kichkinaroq degan modellari mana. Vayenset. 300 kilolik, 1.3 razmerli bo'ladi. Bu ham заводской tomli. O'zida yonida qo'shimcha tentlari ham chiqqan bu modellarda. Bu modelimiz bor. Keyin 500 kilolik modelimiz bor, tomi yo'q modeli. Akkumulyatorlar 52 amperli, motorlari 1000 wattli bo'ladi. Bu modelimizning narxi $850. $850. Keyin shu modelni ham Skillmax firmaniki bor, uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, bu $850, vayenimiz $850. Qancha? Vayenni 300 kilolimiz $880 chiqqan. $880. $880. Tushunarli. Bu tomonda mana 300 kilolik, keyin bular 400 kilolik motorlarimiz. Bular tomi yo'q varianti. Ularımizdan ham akkumulyatorlari 45 lik bo'ladi, 52 lik bo'ladi. Bularga ham telefon qilsa to'liq ma'lumotini beramiz. Akkumulyatorlari bo'yicha, narxlari bo'yicha ma'lumotini beramiz bu modellarimizda ham. Hop, keyin kabinkali motorolimiz bor. Kabinalik, tanishtiring. Ko'pchilik so'rashadi. Bu modelimiz ham yangilik chiqdi, balonlari katta bo'lib, narxi $1450 dan chiqdi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Voha tomonga kelishilgan holatda vodiy bo'ylab tekin bo'ladi. Dastlabki xizmatlari. Vodiy bo'ylab sizdan. Ha. Olib berasiz. Uydan sanab berishaveradimi? Uydan sanab berishaveradi. Obshivkalari o'sha молочный, bejевый, Nexus 3 ga o'xshab, tomlari, lyuklari, orqada oynalari va avtomobil rulga ega bo'lgan. Bortlari 2 tali bo'ladi. Balonlari tank balon deydi, yangicha chiqqan. O'ta baquvvat balon, ham yumshoq bo'ladi bu balon. Bortga ancha kirib chiqqani keyin bu modelimizda mana bunaqa berka nomerlari bo'ladi, kakfolojni hammasida bor. Motor nomer, kuzov nomer ulargacha beriladi, ham dokumentlari bor. Tushunarli. Ko'pchilik nomer olganda muammo bo'lmaydimi, dokument berasizlarmi deb ham so'rashyapti-da. O'shani aytib ketamiz. Bizda hamma motor skuterlarimizga dokument beriladi, sotilganlik haqida shosh-spravka qilib yozib beriladi. Murod hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Yo'q, shunda bizdan olishadi, to'g'ri Murodga borib bemalol nomerni olishaveradi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Narxini aytaylik yana bir bor. 1450 dan qilib beramiz bu modelni. $1450. $50 ga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Qolgani batafsil o'zlariga chiqishaveradi. Batafsil telefon yoki Telegram orqali chiqsa bo'laveradi. Tushunarli. Hop. Yana bir tonnali modelimiz. O'sha 6 ta farali boshda ko'rsatganimizdan keyin ko'pchilik arzonrog'ini ko'rsating deyapti. Arzonroq motorlarimizni ko'rsatib ketamiz. Bir tonnali motorimiz. Qaysi birlari? Mana shular. Arzonroq model deyishgani uchun buni ham ko'rsatib ketamiz. Bortlari двойной bo'ladi, akkumulyatorlari 70 amperli bo'ladi bu modelimiz ham. 1800 miya motor bo'ladi, narxi arzonrog'i. Bu modelimizni $1030 dan qilib beramiz. $1030 dan. $1030 dan
bo'ladigan narxi skidkada bu motorolimiz ham vodiy bo'ylab dastavka xizmati ham bor bu motorolimizda. Tushunarli. Nomi shu bir tonali deymiz bunga. Bir tonnali o'zi yozib qo'yilgan Cavallo firmaniki desangiz, Cavallo. Revio degani bor, mana nomi Revio. Bu modelimiz sal qimmatrog'i. Nimagaki buni tormozi jidkisli bo'ladi. Oldi bunaqa diskli jidkis tormoz bo'ladi. Bu modelimiz ham akkumulyatori 70 lik 6 ta bo'ladi, motorlari 1.8 lik. Bu modelimizni 1130 dan dastavka qilib beramiz. Sizdan. Mendan Vodiy bo'ladi. dastavka vodiy bo'ladi, tekin yetkazib beriladi. Kabinkali motorolimiz, bulardan ko'rsatdik. Buni ham arzonroq variantlari bor, bularni ham ko'rsatib ketamiz. Tashqarida bor. Hop, tomli motorolimizni ko'rsatib qo'ydik. Mana buni. Tomi baquvvatroq, kattaroq bo'lib chiqqan. Ko'pchilik so'rashardi, kattarog'i kerak deb. Ancha katta. Tomi ham haqiqiy profildan qo'yilganda, oddiy kichkinadan emas. Bu modelimiz $1250. 1250 dollar. Akkumulyatori 70 lik bo'ladi, 6 ta bo'ladi. Balonlari ham bunaqa traktor balon bo'ladi, katta tishli. Siz boqqa olib kirib ishlatadigan, bog'da ichida dalani ichida ishlatadigan motorol. Qo'shimcha zadniy kameralari bor bularda. Magnitofonlar, Bluetooth kolonkalari ham bor. Zadniy kamera ham qo'yilgan bu modelimizga. Yana bir telefon qilsa, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Tushunarli. Skuterlarimiz, ularning assortimenti ham ko'p. Kichkina skuterlar. Bular har bittasini bittadan obzor qo'yamiz. Telefon qilsa, to'liq ma'lumot beramiz. Qisqacha narxini aytib o'tib ketamiz. Bo'ldi. Ammo imkon qadar hammadan arzon qilib bering. Ha, arzon. Bizga arzon qilib beramiz. Narxi $200 boshlanadi. Kichkina skuterlar orqa tomon turibdi 200, 230, 250. Kattalashaveradi. Bu modellar o'zi 330, 350, 400, 450 gacha bor. Telefon qilsa, narxlarni, rasmlarni tashab bering deyishsa, tashab berib, ko'rsatib, qaysi bir ma'qul kelsa, bularni ham chiqarib beramiz. Kelishilgan holatda dastavka xizmatlarini iloji boricha qilib beramiz. Kelishilgan holatda bo'ladi. Tushunarli. $200 dan boshlanadi deymizmi? $200 dan boshlanib 450 gacha bor bu mayda skuterlarimiz. Keyin shu videoning o'rtasida bitta narsa aytib qo'y, bizniki yana ko'rishlar mumkin. O'zi magazin bizniki katta, bemalol kelib, yomg'irmi, qishmi, qormi farqi yo'q. Kelib bemalol savdolashib olib ketishaveradi. Eng optimal narxlarda qilib beramiz. Ko'zlarini oldida yig'ib beraveramizmi? Ko'zlarini oldida yig'ib beramiz. Hozir orqa tomonga olib o'tib ko'rsatamiz. Korobkada bizda tayyor turadi. Xohlagan modellarni korobkadan ochib yig'ib beramiz. Akkumulyatorlarni yangi qo'yib, akkumulyatorlarni bunaqa yangi korobkada qo'yib beramiz. Bular endi sportivniy bayklar. Bularimiz bayklar, o'sha yoshlar qiziqadigan, tezlikka qiziqadiganlarga ham olib qo'yganmiz. Hamma modeldan bor. Hop. Qisqacha ko'rsatib ketaman. Turist kubali bular. 6 xil, 7 xil model bor bu yerda. Bitta ko'rsatib ketaman. $3000 lik modeli. Bular $2500 dan. Bu modelimiz 2700 dan. Bu tomondagilar 2700 dan qilib beryapmiz. Telefon qilsa yana bular 2700 dan beramiz, 2700 dan. Mana R6 model deyshadi. Mana Ducati modellar bor. Keyin BMW modellarimiz bor mana. Bular hammasi benzinga. Hammasi benzinli, 400 kubali. Bular maksimal tezligi 150-160 gacha chiqadi. Yaxshi. 5-6 litr rasxod qiladi 100 kilometrga. 500 kubali modellarimiz ham bor. Ular $3100 dan. Ularda ham telefon qilsa ko'rsatib, yana bir to'liq ma'lumot beramiz. Ularda endi albatta kelib, batafsil va o'zlari ko'rib minib oladi, to'g'rimi? Ko'rishib, tanlab shuning uchun batafsil ma'lumotni o'zlaridan olaverasizlar. Rasm, video kerak bo'lsa, Telegramga tashlab berishadi. Tashlab berilaveradi. Aloqaga chiqishaveradi. Tushunarli. Skuter, benzinli skuterlarimizni ham birolar ko'rsatib ketamiz. Qaysi birlari? Mana bular. Max model bor. Max modelimiz. Bular $1200 dan. Bundan tashqari tank modellarimiz ham bor. Bular $900 dan. Bularda bitta narsani aytib qo'yaman. Benzinli skuterlarda ham sal arzonroq variant, sal qimmatroq variantlari bor-da. Bular qimmatroq varianti nimagaki, zavodskoy yig'ilgan holatda keladi bular. Temir yashikda shu holatda keladi. Bu yerda yig'ilmagan. Bu yerdan yig'ilmagan. O'shaning uchun zavodskoy original skuter deb sotamiz bularni. O'shaning uchun narxi ham oddiy skuterga nisbatan $50 farq qiladi. O'shanga e'tibor berishadi. Xitoy ziborga originali bular. Benzinli skuterlar. Arzonroq varianti ham bor. Tank modellarimiz turibdi, $700-750 dan ham bor. Arzonroq so'rashganlarga ham bor. O'zimizda yig'iladigan variantlar. Elektronlik skuterlarimiz Dugali model, bular bor. 6 ta 32 modelli bo'ladi. Motorlari 2000 wattlik. Telefon qilib 52 model deysa, nomi 52 bo'ladi. 52 Duga deymiz. Narxini $650 dan. Kelishilgan holatda yana kelishtirib beramiz. Demak $650 dan. Qolgani batafsil yana kelishiladi deyapsiz. Telegram orqali. 632 lik motorlar 2000 watt bo'ladi.
Keyin Qo'ng'iroq qilaverasizlar. ixchamroq varianti, menga undan tez yurishi kerak emas deyishsa, mana 1.5 motor bo'ladi. Xo'p. Akkumulyatorlari 6 ta 20 amperlik bo'ladi. Aha. Kilometri ham shu 60 kilometr yuradi. Ular 80-90 yursa, bular 60. O'shani hisobiga ham narxi arzonroq bo'ladi. Dastavkaga ham bo'laveradimi? Shuni olishyaptimi? bemalol, ha, 50-60 kilometrda hisobini qilib olishsa bo'laveradi. Bemalol yurib beradi 50-60 kilometr. Bular ham hammasi garantiyali, hammasi skuterlarimiz. Pulini aytaylik masalan buni, yengilmi? Puli $550 dan qilib beryapmiz. $550. 550. Kami bormi yo'qmi? Kam etib beramiz aka. Demak, kami bor. Telefon qilishsa, batafsil ma'lumot berib, kam etib beramiz. Tushunarli. Bu modelimiz ham shulardan $550ligi. Tushunarli. Shu qatorlarni motorlarimizni ko'rsatib ketamiz. 300 kilolik Pol kabinkalar. zavodskoy pol kabinka. Keyin e'tibor berishadi, pol kabinka oxirigacha bo'lgan. Orqada Aha, o'tiradigan bo'ldi. passajirlarga ham tomi Tomi yopilgan. bilan ulanib ketgan pol Ulanib kabinkamiz, a? Zavodskoy ulanib ketgan. Hop. Tomlari ancha keng Yon bo'ladi. tarafi shu ochiladi mana. ochiladi, yo'llar. Haklab o'tish shart emas. Ha, haklab o'tish Narxini shart. aytaylik buni. Bu modelimizning narxini $850 qilib beramiz. Telefon qilsa yana batafsil ma'lumot beramiz. Narxi jicha skidkasi bor, yana kam etib beramiz. Ham dastavka xizmati ham bor. Vodiy bo'ylab tekin qilib beramiz. Dak, demak, vodiy bo'ylab sizdan $850 narxi kami bor yana. $850 jicha kami bor. Tushunarli. So'raganga sunnatigacha o'tib beramiz. Keyin bu modelimiz 6 ta 32 lik. Buni 5 ta 32 lisi ham borda, o'shanga adashtirishmaydi. Bu 6 ta 32 lik, motorlari 1000 vattlisi, katta motorlisi. Tushunarli. Bu modellarimiz. Bulardan ham mokriy rangi, ko'k rangi, qora rangi bor. Telefon qilishsa bemalol ko'rsatib, hamma ranglarni tanlab olishaveradi. 3 bolali skuterlarimiz, Aha. X6 modellar, X5 modellarimiz deyishadi bularda. Telefon qilib so'rashaveradi. Bu modelimiz 32 lik akkumulyatorlik, 5 talik bo'ladi. Narxi $650. $650. 2 kishi ketaveradi, orqada oldida 1 kishi ketadi. Keyin oldi tormozlari ham jitkis tormozli bo'ladi. Diskli tormoz. Narxi $650 dan. Bularda ham dastavka xizmati bor, vodiy bo'ylab. Tushunarli. Orqada yukxonasi ham bor, Sidenatay yukxonalari ham bor. Sidinantayda. Ha, qora, ko'ki, mokriy ranglari bor. Telefon qilib so'rasa yana to'liq ma'lumot beradi. Bunaqa yashil salatoy rangi ham bor, bundan zangi ranglari ham bor. Keyin shuni ixchamrog'i, bir kishi yurgani ixchamroq bo'lsin deyishsa, mana bir kishi yuradiganlari ham bor. Keyin shularni yondan Bir olaylik. kishilik. Aha. Keyin buni 2 kishilik qilsa ham bo'ladi. Mana orqaga sidenkani surib, yana kichkina sidenkasi chiqadi, 2 kishi o'tirib ketsa ham bo'laveradi bemalol. Aha. Bu modellarimiz Bluetooth kolonkalari bor bu modellarda ham. Akkumulyatorlari 5 ta 20 amperlik 50-60 kilometr yuradi. Narxlari $550 dan qilib beryapmiz. $550 dan. Ranglari bor. Ko'k, maloshni rangi bor, qora ranglari ham bor. Korobkada ham bor tayyor. Xolasa korobkalarda ham jo'nataveramiz. Telefon Tushunarli. qilsa, mana bu tomonimizda korobkada turadi. Ochib, yig'ib, xohlagan modellarda bor. Bu tomonda kichkina skuterlarimiz, mana motor yig'adigan sklatimiz ham bor. Etgan bir kun olib kirib bir video qilsak bo'lar ekan. Bo'ldi. Klientlarimizga ko'rsatamiz. Zavodskiy holatda kelib yig'ilishlargacha ko'rsatib beramiz. Mana kabinkali ko'rsatib ketdik, uni ko'rsatmadik. Ko'pchilik arzonroq kabinka. Boshida ko'rsatdik-ku, balonlari katta 1450. Uni o'shani sal ixchamroq, oddiy balon bo'ladi. Og'ir yuklamayman deganlarga bir 500 kilo, 700 kilo yuklayman desa bo'laveradi. 1 tonna deyiladi-yu, lekin aslida 500-600 kilo yuklaveradi unga. Zavodskiy ko'tarish shunaqa. Narxi $1300. Dastavka xizmatlari bor, arzonroq so'raganlarga. Keyin shuni akkumulyator sal kattasi 75 amperli akkumulyator. Aha. Buniki 68 bo'lsa, bu 75 deyiladi. Endi kilometri bir 5-10 kilometr farq qiladi. Bular 50-60 yurib beradi. Bular 40 kilometr yurib beradi. 40-50 gacha shu 10 kilometr farq. Narxida qancha farq? Bu 1400. Aha. 1400, bunisi 1300. Ikkalasi ham dastavka xizmati bor. Vodiy bo'ylab sizdan bo'ylab yetkazib qolgan viloyat beramiz. kelishiladi. Ha, qolgan joyi kelishiladi yana. Shu balon Tushunarli. oddiysi bo'ladi. Shu jitkis bas tormoz, o'shaning uchun Oddiydan. narxi arzonroq, ha. Ular bir boshida ko'rsatgan 450 deganimiz 1450, ular jitkis tormozli, o'shaning uchun qimmatroq bo'ladi. Yana telefon qilsa, yangi modellarimiz kelyapti. Yana yangi video qo'ygimizgacha ular keladi. Yana yangi modellardan olishaveradi bemalol. Tushunarli. Davom etamiz, Bek. Bo'ldi aka, 300 kilolik motorolchalarimiz ham sidinkalik, ham yukxonali bo'ladi. O'chirib qo'yamiz. Akkumulyatorlari 5 ta 32 lik. Ular ham zavodskiy akkumulyatorlarda bo'ladi. O'zini Chilvi original akkumulyatorlarda. Oldilari ham to'ta tumankali. Bu skuterimizning narxini $780 dan qilib beryapmiz. Eshichasi ochiladi. Xizmatlari ham bor, eshichalari ochiladi, ham yukxona ham sidinka bo'ladi. Keyin kichkinaroq varianti bor. Aha. Stakanchi deyiladi. Oldini bu yerda stakan soladigan joyi bo'ladi. O'shani stakanchi deyiladi. Bu modelimizning narxini 680 dan qilib beryapmiz.
Ular skidga qilib qo'yganmiz. Oldin 700-750 dan sotilgan. 680 dan dastavka xizmati ham bor. 5 ta 32 lik bo'ladi akkumulyatori, motorlari 1000 wattlik bo'ladi. Hop. Bemalol telefon qo'shib, ranglari ham bor. Boshqacha modellari ham bor bulardan. Keyin kattaroq modellari ham bor. Stakan modelimiz. Hop. Ichkaridan ham ko'rsatdik. Jidkis tormozli varianti bu. Aha. Bularda tormoz oddiy edi. Bu jidkis tormozli bo'ladi. Akkumulyatori 32 lik, ham yukxona, ham sidinka bo'ladi. Narxi $680 dan. Keyin shu modelimizda kattaroq modeli bor mana. Nima bu tarafdan olib chiqani bek? Mana shunisi. Ha. Razmeri kattaroq, eniga ham, bo'yiga ham uzunroq bo'ladi. Balon razmerlari ham buniki kattaroq bo'ladi. O'shani hisobiga bu narxi ham sal qimmatroq bo'ladi. Ularni $700 dan qilib beryapmiz. Demak, bunisi qancha edi? 680. 680. Bunisi 700 $700. to'g'ri. $700. Tushunarli. $20 ransasi bor. Kelib xohlagan tanlab olishaveradi. Akkumulyatorlar 32 lik bo'ladi bu modelimizda ham. Aha. 32 lik. Keyin tomli skuterlarimiz, bular 001 modelimiz. Bu hali boshida ham ko'rsatgandek. Hali kreslo varianti. Modelimiz, ha, hozir ko'rsatay. Mayli. Ularda hali sidinkasi regrobga bo'linadigan, bemalol old orqaga suriladi, ham yotib turadi. Zavodskiy o'zi tomlik, ichida obshivkali bo'ladi. Bu modelimizda tentlari ham bor yonida. Qani qoching, to'smay turing. Hop. Yonida Sakadiskali. sakadiskali bo'ladi. Kreslo variant deymiz endi buni. Kreslo variant. Aha. Ham tormozlari jidkislik, balonlari ham 12 razmerli katta balon bo'ladi. Sakadiskali. Pulini ayting. Puli $1100 dan. $1100. $1100 dan dastavka xizmatlari ham bor. Kelishtirib yetkazib beramiz. Tushunarli. Endi bek, manzilni chiroyli tushuntiring. Manzilimiz Farg'ona viloyat Qo'qon shahar. Bu tomonimiz Farg'onadan kelganda birinchi kirish Alisher Navoiy ko'chasi. Hop. Bu tomonimiz Yangi bozorimizga ketish Aha. yo'lida Xolmat Ko'p chorrahasi, Xolmatjon oshxonasi bor yonimizda eskida mana Xolmat Ko'p chorrahasi deyiladi. Shu joyda Skillmax motosalonimizda bemalol kelishaveradi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar.